Assalomu alaykum, qadrli til ixlosmandlari va ayniqsa ingliz tilini endi boshlaganlar. Mana bugun sizlar bilan ingliz tilini noldan va yuqori darajaga erishish yo'llarini birgalikda ko'rib va o'rganib chiqamiz. Qani unda biz boshladik. Xo'p, azizlar, bu yerda ko'rganingizdek, ingliz tilining eng asosiy fundamental qismlaridan biri bu uning alifbosi. Boshqa barcha tillarga o'xshab, alifbo albatta juda muhim. Chunki bu harflar talaffuzini, yozilishini bilmasangiz, ingliz tilini o'rganish siz uchun biroz muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun birgalikda ingliz tili alifbosini ko'rib chiqsak, ya'ni English alphabet. Bu yerda ko'rganimizdek 26 ta harf bor. 26 ta harf bor. Bulardan mana tagiga chizib qo'ygan qizil chiziqlarimiz unlilar, ya'ni bu yerda vowels, unli harflar. Unli harflarimiz 5 dona. Ozgina, lekin bularning ahamiyati juda katta. Bularni o'rganib ko'rib chiqsak, A. Iloji bo'lsa, men aytayotgan har bir inglizcha so'zlarni ortimdan qaytarsizlar, o'zlariga yaxshi. A, E, I, O, U. Mana shu harflarimiz unli harflar hisoblanadi. Va ba'zi holatlarda Y harfi ham unli ham undosh harflar sirasiga kiradi. Nimaga deganda harflarni har bir alifboda bo'lganida jarangli va jarangsiz, ya'ni talaffuzlari bo'ladi. Va mana shu talaffuzlar shu Y'da borligi sababli bu ham unli ham undosh bo'lishi mumkin. Undan keyin qolgan 21 ta harfimiz undosh harflar hisoblanadi. Ya'ni consonant. Ya'ni undosh harflar. Bular qolgan barcha harflarimiz undosh harflar hisoblanadi. Unda kelinglar birgalikda bu alifbomizni harflar birgalikda talaffuz qilamiz. Qanunda boshladik. A. Bu yerda sizlar uchun yana bir narsani aytib ketay. Oson bo'lishi uchun ham yozilishi ham talaffuzini yozib ketganmiz. Foydali bo'ladigan unutamiz. Xo'p. A, B. Xo'p, talaffuzida ko'radigan bo'lsa, yana bir narsani sizlarga aytib ketay, foydali narsa. 2 nuqta qo'yganimiz sababi ingliz tilida bu tovushlar cho'zibroq talaffuz qilinadi. Ya'ni oddiy B emas, B talaffuzi cho'zibroq bo'ladi. Va boshqa lug'atlarda ham mana shu 2 nuqta kelganda bilingki, o'sha so'zlar cho'zibroq talaffuz qilinadi. Xo'p, biz davom etamiz. C, ya'ni cat, car, mashina, mushuk deganda bu C. Albatta bu C'da ham o'ziga yarasha bir qancha qonun qoidalari bor. Bularni albatta ko'rib chiqamiz dars davomida. Keyingi harfimiz D. Shunchaki D emas, D. Endi eng ko'pchilik qiynaladigan harf bu E. Ko'pchilik buni o'zbek tilidagi E ga o'xshatib talaffuz qilib qo'yishi mumkin. Ko'p holatlarda kuzatiladi. Shuning uchun bu harfimiz E emas, I deb talaffuz qilinadi. I. Va shunga o'xshash yana bitta harfimiz F. Bu F emas, F. Va keyingi harfimiz G. Va keyingi harfimiz H. Va keyingi harfimiz I. Ko'pchilik haligi kishilik almashlaridagi I, ya'ni men degan so'zga o'xshatishadi, lekin to'g'ri bunga o'xshaydi, lekin alifbomizda ham buning talaffuzi I, ya'ni I deb talaffuz qilinadi. Keyingi harfimiz J. Keyingisi K. Shunchaki K emas yoki K emas, K. Buni ham ko'rib chiqamiz. L. Boshqa harflarda L yo bo'lmasa boshqacharoq talaffuz qilinsa, ingliz tilida biz L. Ya'ni keyingi harfimiz ko'radigan bo'lsak, M.
M. Keyingi harfimiz N. Keyingi harfimiz bu unli harf. Mana bu yerda ko'rsatganimizdek unli harflarga kiradi. O. O. O emas. O. Keyingi harfimiz mana ko'rganingizdek ikki nuqtasi bor ekan. Endi buni nima qilamiz? Cho'zibroq talaffuz qilamiz. Ya'ni P. T emas. P. Keyingi harfimiz Q. Mana bunda K, J, U deb yozib qo'ysam tushunmaydi. Bu Q birgalikda yishi, ya'ni Q so'zini hosil qiladi. Q. Bu harfimiz shunda talaffuz qilinadi. Q. Va keyingi harfimiz R. Mana boshidagi R'ni o'rtasiga qo'yib qo'yganmiz. Demak, bu R'ni cho'zasiz va keyin buni ulab o'tasiz. R. R. Ya'ni sal yo'g'onroq talaffuz qilamiz. R. Keyingi harfimiz esa S. Bu harfni ham ko'pchilik C bilan adashtiraveradi. Chunki bularda haligi ba'zi bir holatlarda talaffuz o'xshab ketib qolganga o'xshaydi, lekin unday emas. Ingliz tilida bu so'zlar bittasi C, bittasi S deyiladi va bularni albatta so'zlari o'ziga yarasha haligi talaffuzi va ajratib oladigan holatlari bo'ladi. Keyingi harfimiz bu T. T. Keyingisi U. Albatta bu ham unli harflardan. U. U emas, U. Keyingi harfimiz V. Haligi varnay so'zidagi V emas, oddiy V. V. Va eng ingliz tilidagi ajoyib bo'lgan harflarimizdan biri bu W. W. Bu ikkita V bilan ikkita V ni hosil qildik. Ya'ni ikkita V qo'shilmas. W. W. Bu so'zimiz ham so'zlarda ko'proq V talaffuz qilinadi, lekin V emas. W. Keyingi harfimiz X. Ya'ni X emas, X. Shuni inobatga olinglar. Ingliz tilida O, G, Sh, qattiq X bu narsalar ingliz tilida yo'q. To'g'ri, haligi yumshatish belgilarimiz ham hattoki ingliz tilida boshqacha talaffuz qilinadi. Ya'ni H bo'lsa, bu yerda qattiq X bo'lsa, X deb talaffuz qilinadi. X. X. Keyingisi Y. Mana shu harfimiz o'sha ham undosh ham unli bo'lgani uchun tepasiga do'ppisinchi deb qo'yganman. Ya'ni Y. Ajratib olishinglar uchun. Y. Keyingi harfimiz o'sha zebradagi Z. Z. Yo bo'lmasa Z. 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 Xo'p, o'sha sizlarga endi mana alifbon talaffuzlarini ko'rdik. Har birini iloji bo'lsa videoni to'xtatib, har birini talaffuz qilib, o'zingizlarning aksentinglarni yaratishga harakat qilinglar. Endi sizlar bilan yana bir narsani ko'rib chiqamiz, ya'ni bu C holatini ko'rib chiqamiz. Bilamiz, bu C harfimiz ko'p holatlarda S yoki K holatida kelishi mumkin talaffuzda. Bu narsani ko'p o'qituvchilar aytmaydi. Nimaga? O'quvchisi bilimdon bo'lib qolishini xohlamaydi. Va sizlarga buni biz aytib, sizlar uchun bu kichkina bir priz, ya'ni bonus, sovg'a. Xo'p, mana bu yerda o'sha C ni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu tomonga qo'yaman. C ni ko'rishimiz mumkin. Bu holatlar, bu C'miz K yoki S holatida talaffuz qilinishi mumkin. Ya'ni qanday? Agar biz bu C'ni S oddiy S deb talaffuz qiladigan bo'lsak, albatta so'zni mana shu C'ni qo'yishdan oldin I, yoki Y harflari kelishi kerak. Albatta buni misollar bilan hatto yozib ko'rsatganman. Cent. Ya'ni bu pul, cent. Mana ko'rganingizdek, mana bu yerda I harfimiz C harfidan keyin kelgan va buni biz cent emas, cent deb talaffuz qilamiz. Va keyingi so'zimiz city. City. Biz bu so'zni ko'p eshitganmiz, ko'p joylarda qo'llaniladi. City, ya'ni kitty emas, city.
Nimaga? Chunki mana bu yerda o'sha bergan I harfimiz bilan birgalikda kelgani uchun biz buni C deb talaffuz qilamiz. Albatta e'tibor beringlar, tagiga tarjimalarni yozganman sizlar uchun oson bo'lishi uchun. Shahar degan city. Cycle. Cycle. Mana o'sha yerda Y harfimiz kelgan, C bilan birgalikda cycle. Mana e'tibor beringlar, nimaga mana C ni ham S deb talaffuz qilmayapmiz? Buni ham hozir tushuntirib ketaman. Cycle, ya'ni velosiped. Mana hozir o'sha cycle harfidagi C ni nimaga S emas, K deb talaffuz qilyapmiz. Har doim mana shu qonun qoidani bilib olinglar. Mana shu uchov harfdan oldin S kelsa, ya'ni C kelsa, S deb talaffuz qilinadi. Va qolgan barcha holatlarda, qolgan barcha harflarda keyin kelsa, oldida kelsa, albatta biz K deb talaffuz qilamiz. Tushundinglarmi? E, I, Y harflaridan oldin kelsa C, qolgan barcha har qanaqa unli-mi, undoshmi qolgan barcha harflardan oldin kelsa biz uni K deb talaffuz qilamiz. Mana bu yerda misollarimiz bor, o'sha mana cat, ya'ni mushuk. Mana biz A harfimiz bor. A harfimiz bu bizni qoidamizda yo'qligi uchun biz bundan oldin kelgan C ni K deb talaffuz qilamiz. Va undan keyingimiz car, ya'ni mashina. Bu yerda ham o'sha qoida amal qiladi. Va hokazo. Bu narsa sizlarga nimaga kerak? Bu narsa sizlar speaking qilasizlar, yo bo'lmasam ma'lum vaqtdan keyin ingliz tilini o'rganib, ma'lum bir kitobni o'qiyman deysizlar. O'sha kitob o'qiyotgan paytinglarda shu C harfi bilan kelgan har qanday so'z bo'lsa, sizlar qoidani yaxshi bilib olsanglar, bemalol ajratib talaffuzlarni joyida qilib ketasizlar. Bu faqatgina C ga taalluqli narsa emas. Biz mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Azizlar, bu yerda G harfimiz ham ba'zi holatlarda G, ba'zi holatlarda J, oddiy J deb talaffuz qilinishi mumkin. Mana bu yerda ko'ramiz qoidalarni birgalikda. G harfimiz qaysi holatlarda J deb talaffuz qilinadi? Ya'ni J bo'lishi uchun undan oldin o'sha bu tomonda ko'rsatgan o'sha E, I, Y harflarimiz bu tomonda ham nima qiladi? Amal qiladi. Ya'ni E, I yoki Y harflaridan oldin kelsa, biz buni J deb talaffuz qilamiz. Mana bu yerda misollarimiz bor. Mana gym, ya'ni zal, fitness deydi-ku. Gym. O'sha mana Y harfimizdan oldin mana G harfimiz kelgani uchun biz buni gym deb talaffuz qilyapmiz. Ya'ni nima deydi? Gym emas, gym. Hop, keyingi misolimiz giant. Ya'ni giant emas, giant. Nimaga? Chunki bizda mana I harfimiz turibdi. Undan oldin kelgani uchun biz buni nima qilamiz? Qoidaga binoan biz buni J deb talaffuz qilamiz. Ya'ni bunimiz bahaybat degan ma'noni bildiradi. Xo'p, bu qoidada J bo'lsa, demak qaysi holatlarda G bo'ladi desanglar, mana azizlar, qolgan xuddi mana C da ko'rganimizdek qolgan barcha harflardan oldin kelsa G deb talaffuz qilamiz. Ya'ni garden emas, garden. Ya'ni bu bog'. Albatta bu juda muhim, chunki agar siz bularni qanday holatlarda o'qilishini bilmasangiz, siz ingliz tilini nima deydi? Haligi eplab talaffuz qila olmayotganga o'xshab qolasiz, ya'ni o'rganmayotganga o'xshab qolasiz. Qiynalasiz, keyin o'zingizni ham xavfsizlik solib ketadi. Shuning uchun bularni e'tibor bilan kerak bo'lsa yozib olibmi, kerak bo'lsa to'xtatib videoni har birini ko'rib chiqing. Keyingi misolimiz o'sha glad, ya'ni glad, glad emas, glad. Ya'ni xursand. Xo'p, azizlar, mana sizlar bilan bugungi birinchi darsimiz o'sha alfabet harfini ko'rib chiqdik, uni unli undoshini ko'rib chiqdik va o'sha har bir harfni qay holatlarda qanday talaffuz qilinishini ko'rib chiqdik va sizlardan iltimosim darslarga e'tibor bilan, iloji bo'lsa chalg'imasdan har bir gapimizni pauza qilib, aytgan harflarimiz talaffuzlarini pauza qilib qaytarib o'zingizlar ustingizlarda ishlanglar va
Hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman va ingliz tilini o'rganishda davom etinglar, bizni kuzatishda davom eting.